Round one. Fight! Round two. Fight! Stop. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I got it.
Round 3. Fight. Round 4. Fight.
Har bir qahramonlik hikoyasining ortida ba'zi yanglish harakatlar yashiringan bo'ladi. Bu gapni bir paytlar bobomdan eshitgandim. Doim shunday derdi. Menimcha unga shunday ko'ringandir. Bu tomondan esa menga yugurib kelayotganlarga qarang. Agar orqamga qayrilib ular bilan birga yugursam, men tomonga yugurishayotganini o'zlari ham anglab yetishmaydi. Nega bunchalar shoshilishadi, hech tushunmayman-da. Axir men shu yerdaman-ku. Kimdir qoqilib tushsa nima bo'ladi? Qani boshladik. मर्द को दर्द नहीं होता, बोला ना बे, मर्द को दर्द नहीं होता। Surya, albatta suv ichishing kerak. Bo'lmasa suvsiz qolsang-chi. Sekinroq, Surya, sekinroq. Menga oddiy bola kerak. Nega qaytib kelding? Ko'proq mashq qilishing kerak. Bir kuni karate qiroliga aylanasan. Yovuzlik dushmani. Hayotim yodimga tushdi. Chinursin, o'lyapman. Chanqoqdan o'lsam kerak. Suv ichishni to'xtatmasligim kerak. Biroq nega miyam hayotimni 90-yillarining bema'ni kliplaridek aylantirib yotibdi? Hech tushunmayapman. Ehtimol shunisi yaxshidir. Hammasini boshidan boshlaymiz. Og'riq bilmas odam. Bu yer qayer? Bu yerda avval bo'lmaganman. Yo, bu bola men emasman. Oyim, dadam, bobom va men. Ha, men hali tug'ilmabman. Kasalxonaga boramizmi? Somsa. Nima? Somsa yeyman. Tanaffusda olib kelaymi? Yo'q, hozir. Shu borganingda menga tuxumli kulcha olib kel. Film tugab qoladi-ku. Senga nima bo'lganini aytib beraman. Kola ham oling, kola. Menga ham ol. Kirishdan avval nimadir yeysizmi deb so'radim. Nega aytmadingiz? Aytsangiz bo'lardi-ku. Ay, jim o'tir. Endi nega bunaqa deysiz? Uzr, kechirasiz. Uzr. Bezovta qilganim uchun uzr. Ay, yo'qol bu yerdan bor, ket. Yoki ovozingni o'chirib o'tir. O'zing ovozingni o'chir. Hoy, Qo'yaver, o'zi hal qiladi. Juda oshirib yubordim. Menimcha bunday bo'lmaganda. O'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi. hoy. Qo'yaver, o'zi hal qiladi. Nima? Hali oyimga qo'l ko'tardingmi? Shoshmay tur, hozir kelaman. Somsami? Kasalxonaga. Chiroqni yoqinglar. Meni o'ldirishi uchun kelajakdan Terminator yuborildi. Chunki kelajakda robotlar hukm surayotganda dunyoni men xalos etardim. Oyim menga juda g'amxo'rda. Biroq oyim Terminatorni gumdon qildi.
Shunday bo'lish kerak edi. Ming afsus, lekin bunday bo'lmadi. Oxir-oqibat hamma baxtiyor yashay boshladi. Qani ber, ber. Ber dedim. Nima qilyapsan? Qo'yvor. Qo'lingni tort deyapman senga. Qo'lingni tort. Tezroq hayda. Qo'lingni Hayda, Jatin, hayda. Dada! Qo'yvor! Hayda. Mana senga. Koshki bu hodisa ro'y bermagan deya olsam. Biroq haqiqat shu edi. Hamma o'sha arzimas o'g'rilarni unutdi. Chunki oxirgi yillarda shaharda isyon va bombardimon bo'lib turardi. Yo'q janob, men emas, o'g'lim uxlayapti. Xo'p, vaqtida yetib boraman, yaxshi qoling. Xo'p janob, salomat bo'ling. Oyoq qo'lim bog'liq, ko'zimda esa ko'zoynak bor edi. Negaligini bilasizmi? Jon deb tushuntirib berardim-u. Buni doktorning o'zidan eshitganingiz yaxshiroq. Og'riqni sezmaslik kasalligiga chalingan bolalar ko'pincha 4 yildan ortiq yasholmaydi. Bu tibbiy mo'jiza sanaladi. Sizning o'g'lingiz bo'lsa, hali ham bir necha yildan so'ng bu kamyob kasallik hisoblanadi. Google'dan qidirishingiz mumkin. bundan quvonsangiz arziydi. Doktor, menga oddiy bola kerak edi. O'rniga Mauglini berishdi. Unga tegma. U seni Bagiri deb chaqirdimi? Unda nega Maugli deysan? Ana, ko'rdingizmi doktor? Bu odam qaynatam bo'ladi. Bolaga har xil kinolarni ko'rsatib, uni aynitib qo'ydi. Unga og'riq nimaligini tushuntirish muhim. Sen esa buning o'rniga o'tir, turma, ko'zingni yum deyaverasan. Oyog'ingni qimirlatma, qo'lingni o'ynatma. Nima u robotmi? Uni boshqarishing shart emas. Uni parvarishlashing kerak. Siz ham aytsangiz-chi? Aslida bu kasallik Amerika Qo'shma Shtatlarida tadqiq qilinmoqda, biroq hali yangilik yo'q. Quloq sol, Suriya, agar seni mana bunday ursa, deyishing kerak. Xo'pmi? Ana mana shunday. Mana shunday. Ana. Odamlar erkaklar og'riqni his qilmaydi deyshadi. Biroq ular og'riqni his qilmaslik mo'jiza emas, balki kasallik ekanligini bilishmaydi. bir
2 oq, 3 oq. Mabodo oyog'im, boshim, ko'zim, burnim yoki qulog'im lat yesa ham hech nimani sezmasdim, hech narsani. Hatto qon bosimi tushsa yoki ko'tarilsa, yurak xurujini ham his qilmasdim. Bobom bo'lsa, bu ahvolimdan qo'rqmasligim uchun qo'lidan kelganini qildi. U menga badanimdagi har bir suyagimni, muskullarim va asab tomirlarimni o'rgatdi. Men siniq suyakni davolay olardim. Har qanday muammoning yechimini topardim. Men juda ham qobiliyatli edim. Ana shunaqa. Boshqa bolalar o'smirlik muammolari bilan ovora bo'lganda men ohning ma'nosini tushunishga urinardim. Og'riqni sezmaysan deb eshitdik. Bilasizmi? Bolalar xuddi farishtadek beg'ubor bo'lishadi degan gap bor. Bu gapga ishongan odam maktabga hech qachon bormagan bo'lsa kerak. Uringlar, mahkam ushla. Ushladingmi? Qani shoshmay tur. डरता तो मैं शेर से भी नहीं रे, पर कॉकरोच के आगे क्या करे? तू मिस्टर इंडिया नहीं नहीं. Supri? Mening eng yaqin do'stim. Men olov bo'lsam, u to'fon edi. Nega yig'layapsan? Meni hayotimni qutqarding-ku. Keyingi safar tayoq bilan urma, musht tushir. Supri juda tortinchoq qiz edi. Biroq meni kimdir ursa, ajdarhoga aylanardi. Mana bu mayxo'rni qaranglar. Biz maktabdan haydalsak ham bizni tinch qo'yishmadi. Supri, sakra. Biz butun dunyoga qarshi edik. Mana qara. Suriya! Supri, nimaga qodirligingni bilmaysan? Mendan 100 marta kuchliroqsan. Sakra! Suprini joni og'ridi. Lekin demadi. Suprini shira kayfotasi keldi, qochdik. Hozir shapaloq yeysan. Bor jona. Bor. Bechora Supri. O'zidan boshqa hammani yonini oladi. O'zini hech ham o'ylamasdi. Nega bundayligini hech tushunmasdim. Supri, ko'zingni quvvatidan foydalanib, buni uchirib yubor. Xayrli kech yosh usta. Kel to'g'rilaylik. Avval buni yechaylik. Qani, kiyib ko'rchi? Bobo, bu nima? Bu afsun. Mayxur jangchining sharobiga o'xshaydi. Samuray qilichi, Jedining qilichi, Bruce Lee tayoqchasi. Bu sening suv xaltang bo'ladi. Suriya, albatta suv ichishing kerak. Bo'lmasa, badanim qurib qoladi. Tanang qurisa-chi? Nima qilishing kerak? Barakalla. Suriya, dadang bergan uy vazifasini bajardingmi? Bajarmadim, chunki avval Suprini yovuz otasidan qutqarishim kerak. O'qishing Supridan muhimroq. Yo'q.
Siz bilan dadam yonimda bo'lmaganingizda Supri meni hammadan himoya qiladi. U meni eng yaqin do'stim. Onangni o'zginasisan. Oyim menga o'xsharmidi? U ham kung-funi bilarmidi? Unda uni kim o'ldirdi? Suriya, agar Suprining otasini yengishni xohlasang, ko'proq mashq qilishing lozim. Ha, hali tayyor emassan. Avval vazifangni bajar, keyin senga o'rgataman. Men nima qilishni bilaman. Menga hamma jangari filmlarni bering. Ha, bo'pti, hamma kasetalarni olaver. Hozir DVD davri boshlangan. Barcha jangari filmlarni ko'rib janglarni o'rgansam, Suprining yovuz otasini yengaman deb o'ylardim. Suriya, jahlimni chiqaryapsan, bas qil. Bobojon, shu oxirgisi, va'da beraman. Nafar bilan jangmi? Boshlang. Yuz nafar bilan degani nimasi? Boshla. Bir oyoqli karatechi hamma raqiblarini kuragini yerga tekkizdi. Bam bam bam. Men hamma jangari filmlarni tomosha qilgandim-u, bunaqasini avval hech ham ko'rmagandim. Har safar zarba berganida "Oh" derdi. To'xta. Bo'ldi. Boshla. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men mana shu karatechidek bo'lmoqchiman. Hozir borib, Suprini qutqaraman. Har bir qahramonlik hikoyasini ortida ba'zi yanglish harakatlar yashiringan bo'ladi. Supri? Supri! Supri! U yerda nima qilyapsan? Eshik yopiq deb o'ylagandim. Xo'p, lekin u yerda nima qilib turibsan? Oyim xavf ostida. Dadam uni oltin taqinchog'ini o'g'irladi. Qo'rqma, hozir u bilan karatechasiga jang qilaman. Otam, agar oyim unga tillasini bermasa, uni o'ldirishini aytdi. Xuddi Suriyaning onasidek sen ham o'lasan dedi. Suprining otasi endi shunchaki yomon odam emas edi. U o'g'riga aylangandi.
Onam o'g'rilar tomonidan o'g'irlangani uchun biz Supri bilan shaharni o'g'rilardan xalos qilishga qasam ichdik. Supri, buni taq. Hoy, o'g'ri! Amaga. Hoy, o'g'ri! Nima deysan, Supri? O'g'rini kutamizmi yo sakraymizmi? Men boshqa sakramayman. Ey, shoshmay turinglar, ta'ziringizni beraman hozir. Meni o'g'ri dedi. Shunga chidab bo'ladimi? Yo'q, hali. Ey, qanaqa odamsiz o'zi? Uni bemalol yengamiz. Ey, Suriya. Pastga tosh. Tosh pastga deyapman senga. Men yovuzlik dushmaniman. Adolat himoyachisimiz. Uni qo'lga oling. Suriya! Hozirroq kechirim so'ra. Bu jinoyatga tashabbus hisoblanadi. Politsiyani chaqiring. Qo'shnilarimizning nazarida men maxluq, qotil va yirtqich edim. Hammaga xavf solardim. Agar bu yerdan ketmasak, politsiyani chaqirishlarini aytishdi. Umrimni qamoqda o'tkazar ekanman. Bobomning ham juda jahli chiqdi. Lekin men bir narsaga tushunmadim. Men qahramonlik qilmoqchi bo'ldim-ku. Nega meni aybdorga chiqarishdi? Qahramon bo'lmoqchimisan? Qamoqqa tushging kelyaptimi? Qahramon emas, karate qiroli. Mana senga karate. Oh. Nega hech nimani sezmaysan? Qotillik nimaligini bilasanmi o'zi? Bilasanmi? Bugun bittasini o'ldirib qo'yay deding. Onamning qotillari qochib ketishiga nega yo'l qo'ydingiz? To'xta. Nima qilding? Men nohaqmanmi, bobo? Supriga bergan va'damning ustidan ham chiqolmadim. Unga nima bo'ladi? Meni kutayotgan bo'lsa kerak. Quloq sol, Suriya. Avval otangni aytganlarini qilishing kerak. So'ng va'dangni bajarasan. Otang nohaq emas. Agar senga nimadir bo'lsa, va'dangni ustidan chiqolmaysan. Demak, xato qilibman-da. Sening yoshingda haq yoki nohaq degan narsa yo'q.
Sening yoshingda men inglizlar bilan kurashkim kelardi. Lider Netaji bilan tanishishni maqsad qilgandim. Armiyaga qo'shilib inglizlarni yengmoqchi bo'ldim. Uydan qochdim. Qanchalar urinishimga qaramay Netajini topa olmadim. Bir kuni Netaji Yaponiyada ekanligini eshitib qoldim. Men ham Yaponiyaga bordim. So'ng esa Germaniyaga ketdi. Men ham ortidan bordim. Gaplarimga ishon. Ba'zan piyoda, ba'zan avtobusda, kemalarda yashirinib o'sha yerga yetib bordim. U bilan tanishganimda ko'zimga ter muldi. Men ham unga qaradim. Meni quchoqlab hikoyamni tingladi. So'ng mana bu ovsarga ovqat beringlar, bo'lmasa ochidan o'ladi dedi. Oynaga nazar tashladim. Qoq suyakka aylanib bo'libman. Bor kuch-quvvatimni Netajini topishga sarflagan edim. Vaqtimni bekorga o'tkazdim. Bobo, men karatechi bo'lmoqchiman. Biroq men atigi 4 ta odamni ham yenga olmadim. Jang san'atida usta bo'lishing uchun kamida 15-20 yil kerak bo'ladi. Bir necha hafta kifoya qilmaydi. Bugun yengilgan bo'lishing mumkin, biroq hech ham tashvishlanma. Sen har kuni mashq qilishing kerak. Bir kuni karatechi bo'lasan va o'sha o'g'rilarni tutasan. Bobo, o'sha o'g'rilar 100 nafardan ko'pmidi? Nima farqi bor? Xoh 100 bo'lsin, xoh 200. Baribir mashq qilishing kerak. Yashirincha shug'ullan, bu haqida hech kim bilmasin. Maxfiy so'z ayyor ninza toshbaqa. Ayyor ninza toshbaqa? Ha. Maxfiy so'z ayyor ninza toshbaqa. Mana bunday. Hozir. Surya! Surya! Uxlayapti. Nega chiqishiga ruxsat berdingiz? Qayerda eding? Qayerda eding deyapman. Menga hammasini aytib beraman. Qanday qilib chiqdi? Men bilan yur. Surya, yur beqa. Men bilan yur. Qanday qilib chiqdi? Yur. Aytaman dedim-ku. Nega ruxsat berasiz? Sen baqirmasanki, bolani qo'rqitib yubording axir. Qo'rqding? Men sizga qahramonlik haqidagi ana bu bema'ni hikoyalaringizni yig'ishtiring demaganmidim? Degandim. U ancha quyilib qoldi. Quyildi deng? Ha. Iltimos, bu yerdan keting. Keting bu yerdan. Ketaymi? Ha. Bu yer meni uyim-ku. Qizingizni shu hikoyalaringiz bilan o'stirgansiz. Men uni boricha sevdim. Biroq bunda yashab bo'lmaydi axir. Bilasizmi? Aynan shuning uchun ham hozir yonimizda yo'q u. Undan ayrildim, lekin endi Suriyadan ham judo bo'lishni xohlamayman. Tushunyapsizmi? Inson o'zi istaganidek yashay olmaydi, buni bilaman. Hayot qonunlari, qoidalari bor. Inson chegaralarga bo'ysunib yashash kerak. Suriya ham shunday yashaydi. Bo'lmasa undan ayrilaman. O'ladi axir bolam. Bolam o'ladi, tushunyapsizmi? Bir necha yildan so'ng. Suriya, tirnog'ingni oldingmi? Juda yaxshi. Suriya, nonushta. Yaxshi. Suriya, 15 daqiqa geometriyadan misol yechasan. Suriya. Juda yaxshi. Bu oy biror hodisa ro'y bermadi. Suriya. Uxla. Tur! Oradan yillar o'tdi. Bobomning aytishicha, Bruce Lee mashina haydashni ham, suzishni ham bilmas ekan. Hatto ko'zi xira ko'rar ekan. Orada tutqanog'i xuruj qilar ekan. Biroq taqdirida mashhurlik yozilganda. Karatechini ham bir oyog'i bor edi. Faqat bittagina.
Shunday bo'lsa ham 100 nafarini yengardi. Ko'pchilikni omadi darrov chopa qolmaydi. Ba'zilar ko'p qoqiladi. Bu hali boshlanishi. O'z hikoyangni o'zing yozasan deyishardi. Men o'z qahramonlik hikoyamni yozishga tayyorman. Xuddi ninja toshbaqalardek. Qalay? Traveling Sky. You like a ninja when the lights are dim and put the floor to your face when you count to 10. I could slice you with my fire when it's entering. You'd be too busy choosing words in Mandarin. And if I play the game like a samurai, you'll be in the dust before you ask why. Just hope that you're awake when I give you a taste of 2,000 fists from a Shaolin sky. Shaolin sky. Shaolin sky. Shaolin sky. Like a panther from the Parthenon, too quick to be real, a hallucination. I could flick you off like a fly on a whisker, a 1-inch punch from the animal kingdom. Got a kung fu hustle, I got a 5-point punch. I could eat all your katas on a Sunday brunch. When I play my Gusheng, you only think of 3,000 fists from the Wu-Tang. Shaolin sky. Shaolin sky. Shaolin sky. Shaolin sky. Suriya, hozirgi davringda qizlarga qiziqishing bo'lishi lozim, tushundingmi? Qizlarga, Bruce Lee'ga emas. Hozir bobojon. Menga shundan kerak. Deding yo'q-da. Qarang. Jim bo'l. Bobojon, iltimos. Shaolin sky. 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 Qachongacha shu atrofda o'ralashib yuraverasan, ha? Boshingni ikkita qiladigan payt bo'ldi. Bobo. Nima bobo? Senga o'xshab noz qiladiganlarning kamida 15 ta bolasi bo'ladi. Tushundingmi? Sizni fikr va xayolingiz faqat uylantirishmi? Men hali uylanmayman. Qayoqqa ketyapsan? Aytmayman. Mashina haydashgami? Menga qara. O'g'lingni bo'yinga teng bo'lib qoldi. Uylanadigan vaqti keldi. U endi ulg'aydi. Dunyoni ko'rishiga ruxsat bersang devdim. Aslida men ham siz bilan shu haqda gaplashmoqchi edim. Seni ham mashina haydaydigan vaqting keldimi, Shumaxer? Ha, bu haqda bilasiz. Juda yaxshi. U Suriya bilan tanishmoqchi. So'rayverib qiynab yubordi. Unda tanishtir. Yomon ahvolga tushmasmikin? Uni anchadan beri bu yerga qamab qo'yganman axir. Nima deb o'ylaysiz? U nima desam ekan? Yo'q, shunchaki ayt, u albatta tushunadi. Qanday qilib tushuntiraman? Suriya, u senga o'gay oying haqida aytmoqchi. Nima qilyapsiz? Bu nima qilganingiz? Endi bo'ldi qiling. Nima? Nima qilyapsiz axir? Menga qarang. Menga qara. Nega o'zingni qiynaysan, ha? Siz kelishib olibsiz. Suriya bunga aralasharmidi? Yaxshi. Lekin
Nima deb aytasiz? Suriya juda yaxshi yashayapman deb aytarmikan? Ha? Rostini ayting. Men yomon odammanmi? Yo'q. Unda vaziyatini o'zingiz juda yaxshi bilasiz-ku. Ha? Hayajonlanma. Hammasi joyida. Shundaymi? Bilasiz, men ayyorlikni bilmayman. Bu yoqqa kel. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi bo'ladi. Dada, ertaga bozorga boramizmi? Mana buni ol. Olaver. Keyin poyafzal, yana nima kiyging kelsa quldan sotib ol. Hammasini olaver. Hammasi senga. Xullas, ertaga u bilan gaplashganingizda chiroyli so'zlar ayting. Masalan, onang o'rniga ona, otangga yo'ldosh deb ayting. Romantika, muhabbat haqida gapirib o'tirmang. Bolaga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Tushundingiz-a? Ha, tushundim. Unga otang ayolsiz yasholmas ekan deyman. Meni vahimachi odam deb o'ylashini xohlamayman. Ozodlikka shunchalar ilhaq bo'lgan ekanmanki, men doim shu kunni kutganimni unutibman. Mana ozodman. Endi nima qilaman? Raqsga tushamanmi? Hindiston 70 yillik ozodlik davrida nima qildi? Nimani o'ylayapsan? Bobo, Hindiston mustaqillikka erishgandan beri nima qildi? Buni nega so'rayapsan? Janob, Hindiston 70 yilda nima qildi deysizmi? Aslida men bu haqida og'iz ochmasligim kerak, chunki oddiy taksichiman. Biroq o'ylashimcha, bilasiz. Qo'y, gapirma, menga birovning fikri yoqmaydi. Iloji bo'lsa gapimizga aralashma, tushundingmi? Xo'p, bir odam bilan gaplashib olishim kerak. Allo? Suriyani Nandini bilan unashtirishga olib kela olmayman. Nega? Chunki hali tayyor emas. O'zingiz aytgandingiz-ku axir. Unda quloq sol. Har 5 daqiqada qo'ng'iroq qilib, qayerdasiz deb so'roq qilaverma. Xo'pmi? Menga qarang, unda 2 soatdan so'ng qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, 2 soatdan so'ng yaxshi. Kelishdik. Iltimos 2 soatdan kechikmang. Nima bo'ldi? Kel. Beg'uborlikka qaytamiz. Ha? Bobo? Bu binoni buzishadimi? Ha, bino nurab qolgan. Yangisini qurishadi. Buni yangilash deyishadi. Kel, o'tir. Kel. Kelsangchi. To'xta, insonlar ham yangilanib turishi kerak. Bu foyda beradi. Bu yerdan chiqib Nandini bilan ko'rishishimiz kerak. U kim bilasanmi? Dadam kechasi bilan gaplashib chiqadigan ayol. To'g'rimi? Bular ekansan. Dadang unga uylanmoqchi ekan. Yaxshi. Dadang yaxshi odam. Jahling chiqdimi? Chiqishi kerakmi? Bilmayman. Hey, qayerga ketyapsan? Hey! Seni bu yerga bor alamingni to'kib ol deb olib keldim. Hey! Hey, to'xta! Hayolingda nima o'tayotgan bo'lsa ayt. Ha? Ko'nglingni bo'shat. Qayerdasan?
Nima deging kelsa ayt, o'sha yerdan ayt. Xohlasang baqir, nima demoqchisan? Hoy, o'g'ri! Men boshqa sakramayman. Men yovuzlik dushmaniman. Adolat himoyachisiz. Ushlanglar uni! Voy, ana bu mayxo'rlarni ushlanglar. Yaramas, qamoqda ta'zir. Adomat. Забирайте старика. Получишь свою дозу в тюрьме. Ini yeysan. Qani chiq. Bo'la qol. Qayerga ketyapsan? Yuqoriga qayt, Tomga. Politsiya u yerga chiqmaydi. Qani bo'la qol. Siz kimsiz? Yangimisan deyman, ha? You drop the sky, could swallow it whole and spit my fire that's waiting to go. Tensible, tensible. I got these flames and I'm ready to blow. Breaking the circuit, breaking the circuit. Breaking the circuit. Men bobomni qayerga olib ketishganini juda yaxshi bilardim. Uni qutqarish uchun bir necha politsiyachi bilan kurashishim kerak edi. Men bunga tayyor edim. Voy jinursin, bobomni do'pposlashayotgan bo'lsa-chi? Meni Johnny deb chaqirishadi. Agar unga barmog'ini uchini tekkizsa, qo'lini sindiraman. Ha, sindiraman. Oy. Albatta bu ahmoqona fikr bo'lishi mumkin, lekin tush yo o'ngligini aniqlashim zarur. O'zimni chimchilab, tishlab ko'rsam, baribir ta'sir qilmaydi-ku. Yaxshisi tortishuv kuchini sinab ko'raman. O'ngim ekan, tush deb o'ylabman. Alo. Ha, Atul. Senga aytgandim-ku, chiqish uchun ruxsatni olgani keldim. Kechirasan. Yo'q, uyga erta boraman. Xo'p, ko'rishguncha. Kechirasiz, kechirasiz. Qora belbog'im yo'q-ku, lekin karatega a'zo bo'lmoqchi edim. Hech kim ko'rib qolmasin. Tashvishlanmang, u bizning do'stimiz. Hushidan ketib qoldi. Kasalxonaga olib ketyapmiz. Ismi nima? Shivani. Ismi Shivangi. Nima gap? Biror muammo bormi? Ketdik kasalxonaga. Qani Surel, menga ham joy ber. Surel, Qayerga surilaman? 7 tami sig'maymiz. Bor sen taksida ket. Nega men doim taksida ketaman? Mayli, ketaveringlar. Kalit qani? U olmadimi? Men tekkanim yo'q. Bolalar tushinglar. Kalit qani? Uni tintib ko'r. Hoy, bizga kalit kerak. Lab bo'yoq emas. Kalit qani?
qoyre. नखरवाली नखरवाली देखने में देख लो कैसी भोली भाली अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में Kalitni ber dedim. बेरहम बेवफा अपना कुछ पता बता तो दे बेरहम बेकरी बेबसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में बेरहम बेवफा अपना कुछ पता बता तो दे बेरहम बेकली बेबसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में Voy, bobom. Keldingmi? Nima qilyapsan? Sen uchun mashina yuborishgandi. Bu meni nabiram Suriya. Shaharga yaqinda keldi. Qani yur. Tuzukmisiz? A'loman. Tushunmovchilik bo'libdi. Kel, o'tir. दिन रात में से पूछो तो कहूंगा रात सही अंधेरों की ठोकर बस और से है सुनी गहरी नींद में है ये जख्म मेरे सभी तेरी आहटों को सुनकर है जागने को रेडी फूटी एक एक करके फीलिंग्स ऐसी कड़ी तेरे आने से जो हुआ साथ झेल तू भी नखरे वाली ओ नखरे वाली ओ नखरे वाली ओ नखरे वाली जॅकीचेनच आठवलं अरे काही पण बोलू नको मी होतो तिकडे खरं सांग Uzr, kech qolib ketdik. Men ketdim, xonim.
bobo, Suriya? Ana, Ali bobo keldi. Hammasi joyidami? İlk tanishganimizda o'shanda menga qizig'i yo'q, juda yoqimtoy ekan. Jatin sen haqingda hammasini aytib berdi. Bunga aql bovar qilmaydi. yaxshimisan? अरे अरे क्या करे तू मेरी बंद आंखों में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क तो रहने दे ख्वाबों में भी चुप चुप के जख्म मेरे बड़े राग गाते कई सुन सुन के थक गया मैं थैंक गॉड तुम आ गई मरम तू आ दवा दारू रखना दूर तू ही पानी रुकने वाली नहीं आना तेरी मर्जी नखरे वाली Agar dadam meni so'rasa chalg'itib turing. Men ketyapman. Ayyor ninja toshbaqa bo'lmoqchiman. Uni ko'rar ko'rmas ta'zim bajo aylayman. Ustoz, karate qiroli, doim sizni muxlisingiz bo'lganman deyman. Menga faqat shuni ayting. Ustoz, o'sha e'lonlarni osgan qiz qayerda deb so'rayman. Jimmy, tumarimni ber.
Choy olib keldim. Qayerdasizlar? Choy ichamiz. Ehtiyot bo'ling. Jimmi qaytib keldi. Nima qilyapsan? Ko'tarsang-chi. Ovozingni o'chir. Nima bo'ldi? Qayerda eding? Qayerda eding? Men choy olgani ketgandim. Mana keldim. Jimmi qaytdi. Nima bo'ldi? Qayeri qonadi? Ust-boshi qonmi? Uni kasalxonaga olib borish kerak. Faqat bo'yoq hidi kelyapti-ku. Bu yerda kim qoladi? Pablo qoladi. Hoy. Qayerga? Kasalxonaga toqatim yo'q. Boshim aylanyapti. Boshing aylanyaptimi? Iltimos, Supri, meni tinch qo'y. Sen qolasanmi? Iltimos, sen qola qol. Bo'pti, yaxshi. Men qolaman. Kim uchun qolasan? Nega qolasan? Nima? Shunchalar tashvishlanyapti, to'g'rimi? Ha? Nega o'zi qolmaydi? Senga ko'z qisadi-yu, boshqasini qo'ltiqlab ketadi. Uni bolaligidan taniyman. Bo'pti, men ketdim. Nima? Qo'yvor. Qaytarchi. Qo'yvor, og'riyapti. Qo'yvor. Uni qanaqaligini bilasan-ku, qo'yvor uni. Nima qilyapsizlar? Bu yerda janjallashmanglar. Bo'ldi, Supri. O'zingni qo'lga ol. Qo'yvor uni. O'zi doim shunaqa. Odamlarga to'g'risini aytsang hech ham yoqmaysan, ha? Xislatini bilmaysanmi? Bas qil. Yur, ketdik. To'xta. O'rtangizga tushib baloga qolgim kelmayapti. Men shu yerda bo'laman. Hech qayerga ketmayman. Qasam ichaman. Alo. Qayerdasan, Supri? O'qishda do'stlarim bilanman. Bitiruv oqshom uyushtirgandik. Shuning uchun biroz kech qoldim. Bular nima bilasanmi? Bular ota-onangni dori-darmonlari. Bu qancha turishdan xabaring bormi? Meni kechir, Atul. Bu yerga kelmasam bo'lmasdi. Vaziyat jiddiy edi. Hammasini tashlaganimni bilasan. Supri, yolg'onni bas qil. Menga yoqmasligini bilasan. Meni kechir. O'tinaman. Aqldog'imga kelding. Atul, qani yur. Quloq sol. तेरे लिए मेरे जो कदम दो आगे बढ़े तेरी तरफ तो तूने मेरा चेहरा तेरे पैर पीछे चल दी Ko'zingni quvvatidan foydalanib, buni uchirib yubor. चल दिए मेरे पैर पीछे देखा तुझे जो यूं ही हंसते तो सौ बहाने खुद ही को सुनाने बुन लिए माना तेरा जहां अब तो है बस धुआं धुआं मेरा भी तो नीला कहाँ है आसमां Hojatxonaga borasizmi? O'zingiz bora olasizmi? To'xtang, odam yuboraman. Hoy! To'xtang!